Jekchan aka, buni kommentariyada hamma to'g'ri gapir, jikchan emas, jekchan deb gapir deyapti. Shularga nima gapingiz bor? Mana do'stlar, yangi kirganlar, yangi obuna bo'lganlar yo boshqa hamma tushunmayotganlar, do'stlar, mana bu Jekichan. Jekichan. Bu Jekichan. Laqabi Jeki. Mana Jekichan. Men ismim Sobitxon Baydullayev. Laqabim, taxallusim Jekichan. Hech qanaqa mana uni bir ermak qilib, narsa qilish emas. Taxallusim Jekichan. Bo'ldi prosta. Bu Jekichan. Tamom. Mana Jekichan. Bu qiyin joyi yo'q, bir boshqa, bir to'g'ri gapir. Kommentariyada o'zim o'qiyman. Har bitta kommentariyani o'qiyman. To'g'ri gapir, Jekichan bo'lmaydi, to'g'ri yoz. Jekichan to'g'ri yoziladi, mayli. Jekichan taxallus, hamma o'zini brendini yo taxallusini o'zi yaratadi, o'zi o'ylab topadi. Jekichan meni taxallusim shu, boshqa. Bu mavzuga qaytib to'xtalmaymiz degan umiddamiz. Do'stlar, yaqinda 80 mingta bo'lamiz. Bosamiz.